Qani bu qishloq qanday ekan? Zo'r ekan, zo'r. Ha, zo'r. Mana shu meni uyim bo'lsa kerak. Ey Shitel, bu yerda bu sening uyingmi? Ha, meni uyim. Men buni sotyapman. Ha, bo'lmasam bo'ldi, men pulni olib keldim. Pulni senga beraman. Bo'ldi, menga ber. Nega sotyapsan bu uyni? Bu uy sali g'alatiroq, bu qishloq g'alatiroq, shunga sotib ketmoqchiman bu yerlardan. Ha, mayli, bo'lmasam hozir izmoridingni beraman. Izmoridingni olasan. Aytgancha bu yerga qishloqni o'yladingmi? Ha, o'yladim. Mana puling, men uyni tekshirib ko'ray. Ha, bo'ldi, tekshirsak bo'ladi. Bo'ldi, qani ichiga kirib ko'raychi. Ichi top-toza, hamma mebel. Bo'ldi, kirib ko'raychi. Ema pulingni. Aytgancha, nima? Uy har doimga ichida hamma shunday narsalar bor. Zo'r-ku. Hey, Shitel, yo'qol uyimdan. Urib o'ldiraman. Bo'ldi, bekor bu yerga kelib yo'qlik bo'lmasa men ketdim. Nimaga bekor dedi? Mayli. Bu yaxshi ekan. Yaxshi. Ey, pulingni olmaysanmi? Men pulingni, ey. Bo'ldi, olaman. Mayli, men borib bir hokimga uchrashib kelay, meni fuqaroga yozdirib qo'ysin. Qani hokim? Labbay, nima deysan? Men bu qishloqqa o'zim fuqaro qilib yozdirmoqchi edim. Ha, mayli. Aytchi, men bu qishloqda qanaqa g'alati narsalar bor? Bo'lmasam men bilan yur, men senga ko'rsataman. Yurchi, ko'rsatchi, qanaqa g'alati narsalar bor ekan. Hey, uzoqdan avtobusni ko'ryapsanmi? Bu bizga dushman odamlar. Ularni orasiga devor qurib qo'yganmiz. Ha, avtobus, ya. Marazlar. Voy, yomon bo'pti-da, haliyam devorimiz bor ekan. Lekin yomon qishloq emas ekan. Mayli, men borib bir uyda ichiga yotib ko'raychi. Odam charchadi. Sen haliyam ketmadingmi? Ketaman. Pulingni ham olib ket. Sen bir uy sotmay ekanda, hamma bildi uy sotganingda. Bo'ldi. Ha, qani bir men yotib dam olaychi.